Mana shu dorilarni choy, qahva, sut, yogurt yoki gazli ichimliklar bilan ichsa bo'ladimi? Albatta yo'q. Yana bitta muhim narsa, dorini qachon ichish? Ovqatdan oldinmi, ovqat bilanmi, ovqatdan keyinmi? Bu juda muhim. Hozir aytib beraman. Faqat bitta iltimos, shu foydali kontent uchun like bosing, repost qiling, obuna bo'lib qo'ying. Men esa boshladim. Temir preparatlari, ciprofloksatsin kabi antibiotiklar, shuningdek kalsiy, magniy, sink kabi vitaminlar va minerallar choy, qahva, sut, yogurt bilan ichilsa, so'rilish pasayib, ta'siri bo'lmaydi. Dorilarni oddiy suv bilan ichish kerak. Endi qachon ichilishi haqida. Ovqatdan oldin L-tiroksin, omeprazol ovqatdan 1 soat oldin ichiladi. Ovqat bilan esa metformin, krion ovqat bilan birga ichiladi. Ovqatdan keyin esa ibuprofen oshqozonda bezovta qilsa, ovqatdan keyin sink och qoringa ko'ngilni aynitishi mumkin, shuning uchun to'q qoringa ichiladi. Dorilarni noto'g'ri vaqtda yoki noto'g'ri ichimlik bilan ichsangiz, u yaxshi so'rilmaydi va nojo'ya ta'siri kuchayadi. Hozir ichayotgan, qabul qilayotgan dorilaringizni izohda yozib qoldiring. Qachon, qanday va nima bilan ichishingizni tekshirib javob beraman va keyingi videoga olib chiqaman.